Assalamualaikum barliq Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlarım. Ilekber Damollam yetakchiligidagi namoyish, ya'ni Anqaraga yurish qilish namoyishiga Qirg'izistondan kelgan hadlarimiz ishtirok qildi. Yo'lni yiroq demay keyindan berib bularni desteklaymiz deb. Bu Qirg'izistondagi bizningki da'vo sepimizga ayollarning boshlig'i Tursunay hadimiz. Bizmo Assalamu alaykum hürmetli Uyghur qarindoshlarım, vatandoshlarım, jangivar Uyghur xalqim, hammamiz ham ezilib ketdi. Xitoyning azginiga hech nima to'g'ri kelmaydi. Faşizmmi bunchilik qilmaganda biz ko'pchilik bilan meshaninki turk xalqi bilan hammamiz bir bo'lib, mushu lagerlarni bo'shatish uchun, bolalarimizningki organlarini satmash uchun, vatanni qo'limizga qaytirib olib, mustaqil bo'lish uchun mana biz shuningga bir un beraylik deb keldik. Mana hammanglarga rahmat, xush kelibsizlar. Allah razı olsun hammanglardan. Hamiyat İstanbul'daki hanımlarımı tamak etib ekepti mana keynidan. Allah razı olsun hanımlar. Allah hammanglardan razı olsun. Yo'lni yiroq demay tamak etib ekepsizlar. Qarindoshlar. Mushundaq bir-birimizga destek bo'laylik. Allah hammanglardan razı olsun.